Siz O'zbekiston universitetiga kirishga harakat qilyapsiz. Barcha fanlarni o'qiyapsiz, testlarga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Lekin universitetlar siz xohlagan narsani bera oladimi? Keling, men sizlarga O'zbekiston universitetlari haqida ikki og'iz gapirib beraman. Siz birinchi kursda o'zingiz xohlamagan va o'zingiz yo'nalishingizga umuman aloqasi bo'lmagan fanlarni o'qiy boshlaysiz. Tarix, falsafa, dinshunoslik va jismoniy tarbiya. Nima uchun? Chunki O'zbekiston talabalari barcha fanlardan qanaqadir bilimlarga ega bo'lishi kerak. Va shu jihatdan sizga a'lo baholar kerak va a'lo baho olish uchun siz xohlamagan fanlarni ham o'zingiz xohlamagan tarzda yaxshi o'qishga majbur bo'lasiz. Bu esa birinchi yilni shunchaki umuman foydasiz o'tkazib yuborish bilan barobardir. Va bu holatda siz bir yilni yo'qotdingiz. Bu holatda nima qilishimiz kerak? Shu holatga biz rozimizmi yoki boshqacha yo'l tutishimiz mumkinmi? Albatta mumkin. Chunki universitet davrida bizda juda ham ko'p imkoniyatlar bor. O'nlab grantlar, bu grantlar orqali siz millionlab so'mlarni har oy shunchaki o'qish orqali qo'lga kiritishingiz mumkin. Va bu holatda nima qilishingiz kerak? Bu holatda eng muhim jihatlardan biri bu o'zingiz yo'nalishingizni alohida belgilab olish. Chunki ko'pchilik yoshlarimiz universitetga kirgandan keyin qaysi yo'nalishda o'qisam ekan yoki bu yo'nalish yoqmasligi mumkin. O'sha jihatdan ular 4 yilni o'zi xohlamagan yo'nalishda o'qishga majbur bo'ladi va bitirgandan keyin boshqa yo'nalishga ko'chib ketadi. Agar siz universitetga kirmasdan oldin, testlarni qilmasdan oldin o'zingiz yoqtirgan fanni va o'zingiz yoqtirgan yo'nalishni aniq belgilab olsangiz, keyingi o'quv yilida sizda umuman qiyin bo'ladi. Sizga kerakli fanlar o'tiladimi, yo'qmi? Sizda aniq plan bo'lsa, siz albatta muvaffaqiyatga erisha olasiz. Reja tuzish sizga nima uchun zarur? Ba'zida reja tuzish muvaffaqiyatning boshlanishidir. Misol uchun, ingliz tilini biladigan inson universitetga kirib 4 yil o'qishi shart emas. Logistika, xalqaro savdo sohalarida boshlanishiga $300, keyinchalik $1000 dan ko'proq daromad ko'rishi mumkin. Bu shunchaki bir misol. Sizning yo'nalishingizga ingliz tili yo'q bo'lsa va siz ingliz tilini bilmasangiz, qayg'urmang. Balki sizning sohangizda ham bunaqa imkoniyatlar bordir. Shunaqa imkoniyatlarni topish uchun ma'lumot yig'ishingiz va reja tuzishingiz juda ham muhimdir. Xulosa qilib aytganda, agar sizda aniq ishlangan reja bo'lsa, muvaffaqiyatli ilk qadamni tashladim deb hisoblayvering. Bundan keyin hayotingizning keyingi 3-4 yillik rejasini tuzib oling. Bu jarayonda o'sha sohada muvaffaqiyatga erishgan yoki erishayotgan kasb egasi yoki talabasini o'zingizga ustoz sifatida qabul qiling. U inson bilan siz rejalaringizni muhokama qiling. Qaysi universitetga topshirasiz? Universitet yillarini qanaqa sarflaysiz? Qaysi grantlarga topshirasiz va qaysi joyda ishlamoqchisiz? Bu savollarni aniq rejalashtirib olganingizdan keyin universitet yillari juda ham oson o'tadi. Hattoki sizga yoqmaydigan fanlar o'tilganda ham, sizga yoqmaydigan tadbirlarda qatnashganingizda ham siz o'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz va reja asosida ish ko'rasiz. Bu esa maqsadlaringizga erishishingiz uchun juda ham muhimdir. Agar sizda mutaxassis topish bo'yicha muammo bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga bu borada ham albatta amaliy yordam ko'rsatamiz.